Dördüncü hadis. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dövende diktanlağa İmam en-Nevevi rahimahullah'ın 40 hadisi ve hürmetki sazavar alimlarının onun bergen kısıkça tefsirlerden 4. hadisini okuyumuz inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Tercümesi. Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu'nun mundaq deganligi rivoyat qilindi. Bizga to'g'ri so'zlik va to'g'ri so'zlik ekanligi tasdiqlang'uchi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan edi. Shubhisizki sizlardan biringlarning onasining qo'rsig'ida yaratilishi 40 kunda sperma holatida bir yerga jug'lindi. Ondan shuningdan 40 kun keyin uyul qon bo'ladi. Yana 40 kundan keyin bir tishlam cho'ng'liqdagi go'sht partisi bo'ladi. Ondan uningga bir farishta avatiladi. Farishta uningga ruhini pöylaydi va uning rizqini, ajilini, amalini bedbaxt yoki saodatmand bo'ladiganligini yezishga buyuriladi. O'zidan boshqa ibodatga loyiq hech haq iloh bo'lmagan Alloh bilan qasamki, sizlardan biringlar jannat ahlining amalini qiladi. Oqibatda o'zi bilan jannat orasida faqatli bir g'ulach orliq qolganda, uningga yezilg'ini ustun kelib, davzax ahlining amalini qilib davzaxga kirdi. Shundaqla sizlardan biringlar davzax ahlining amali bilan amal qilishni davomlashtirdi. Oqibatda o'zi bilan davzaxning orasida faqatla bir g'ulach orliq qoladi. Oxirida uningga yezilg'ini ustun keladi va jannat ahlining amali bilan amal qilib jannatga kirdi. Buxoriy 3036, Muslim 2643 numaralı hadis. Şeyh Abdurrahman ibn Nasir al-Barrak'ның bu hadisga qilgan sharhlaridan ba'zilari tuvandikcha. Bu hadisdan oladigan foydalarning ba'zilari tuvandikcha. Allah subhanahu va taala insonning ana qo'rsig'ida qadam bosqichlar bo'yicha yetildiganligi Sure Hac ve Mu'minun surelerideki 2 ayette umumi halette bayan qilgan. Başka nurgun halette ayrım bayan qilgan. Hamilenin şekilge kirgizilişi, onunla ruhunun püylenişi ve takdirinin yezilişi qatarlıq işlağın mesul boladigan muayyen perişte yoki perişteler var. İnsanның bedeninin ruhidan burun yaratıldıganlığı, ruhның bedenge hamile 120 kunlik bo'lgandan keyin püylendiganlığı, insanның qandaq bo'lishinin, rizqining, ajilining, amalining, bedbaxt yoki saodatmand bo'lishinin insonga anasının qo'sig'idagi chaqda taqdir qilindiganligi. Bu xususiy taqdirdir. Lavhul mahfuzdagi tunji ve umumiy taqdirga zid emas. Bu taqdir ishlarning sabablar orqali o'tirg'i chiqadiganligiga zid emas. Farishtalarning bu jihatda Alloh subhanahu va taala bildirmagicha bilmaydiganligi. Bu taqdirini faqat Allah subhanahu wa ta'ala'nın bildirişi bilenla yazıdığanlığı. İnsanın yaratılışının hem aşkara hem mahfi sebeplerine bağlılık ekenligi. Allah subhanahu wa ta'ala sebeplerinin ve neticelerinin yaratkucusudur. Hakiki yaratkucu Allah'tır. Takdirge iman etişinin vacipliği. Amallarning oxirgi holatidagisi bilan natijalanadiganligi.
Yaman oqibatdan qo'rqishning va yomon oqibatga yo'l ochadigan sabablardan saqlanishning farzligi. Allah subhanahu va taala bendining qilmishini u qilmish o'tirg'i chiqishdan burun, u inson yaratilishdan burun boshlanishi bo'lmagan avvalgi chog'dan boshlabla biladi. Uning o'lishga yaqin qog'icha jannatning amalini qilib, o'lishga yaqin asldagi to'g'ri e'tiqod va amalidan voz kechib, dindan chiqib, shaytonning yo'liga kiradiganligini oldin bildi. Adem alayhissalomni yaratishdan burun, koinotni yaratishdan burun boshlanishi yo'q avvalgi chog'dan boshlabla bildi. U bandining nima ishlarni qiladiganligini oldin bilgachga farishtaga shuni yezishni buyurdi. Bu hargizmi u bandaning do'zaxga kirishiga Allohning sabab bo'lganligi emas. Banda ish harakatini tanlashda erkinlikka ega. Allah subhanahu va taala uni har qanday amalga majburlamaydi. İxtiyori qo'yib berdi. Tavhid ustida o'lib jannatga kirdi yoki shirk, kufr ustida o'lib do'zaxga kirdi. Va yoki tavhid ustida o'lgan bo'lsa-mu, yaxshi amali az, yomon amali ko'p. Allah subhanahu va taala uning yomon amallarini kechirmagan taqdirdimi do'zaxga kirib, gunohining miqdorida jazolanib, ondan jannatga kirgizildi. Allah subhanahu va taala oldin bilib, oldin yezib qo'ydi. Bir usta doktor bemorning qo'liga ko'p uxlasangiz o'rinlashib, badaningiz ojizlab ketadi deb yezib bersa, bemor rost degandek ko'p uxlab, o'rin va ojiz bo'lib qolsa, berib doktorga ushuqliq qilib, siz mo'shundaq yozg'achqa men siz degandek bo'lib qoldim desa qamlashamdi. Yaxshi oqibatga yo'l ochadigan sabablarni qilishning farzligi. Farishtaning ruhni insonga puylaydiganligi. Bu puylashning qandaqligini bilmaymiz. Bu puylashning Qur'ondagi dalili Allah subhanahu va taolaning Sura Anbiya 91-oyatdagi bunu so'zidir. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. Tercümesi, biz onunla ruhni püylüdük. Püyleştin murad, periştinin baliyatku taraftan püylüşünü görstüdü. Elhamdülillah. Yukarıda İmam An-Nevevi rahimahullah'ın 40 hadisi ve hürmetki sazavar alimlarının bergen şerhisinden 4. hadisini anladınlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.